Bu hozirgi Xitoydagi Tayvan, Tibet va bizni o'z ichiga olgan bir xarita. Bu yerda biz ko'ryapmiz Xitoyningki bo'zaq qilishga uchrayotganlar va yoki Xitoyning mansib yo'q qilmaydi deyishga uchrayotganlar yolg'iz biz emas. Uning ustiga geografik jihatdan Tibet bizga qaraganda sal sharqqa joylashganligi uchun Xitoy bizni o'zining mangulik liminiga aylantirish uchun Tibetni o'zining mangulik liminiga aylantirish to'g'ri keldi. Tibet bilan bu jihatda biz taqdirdosh. Shunlashqa men ko'p ishlarda Tibetni ulgu qilish kerak deb qarayman. Ularning tayyorligi bizga puxta deb qarayman. Şu an keyingi bet görsek Tibet'ten ahvaldan bizim ahvalımızı bir sıçtırıp bakaydı. Yani bu cedvelden çıkıp durdu. Hoş. Nüfus cihatından Xitayning 2016-yillik sondag'ida Tibetning umumiy nüfusi 6 million 200 ming deyilibdi. Bizning nüfusimizni Xitoy 11 million 333 ming debdi. Bu jihatda aytganda biz Tibetlarga qaraganda biroz ko'pkanmiz. Xitoyning soni bilan aytganda. Belki emniyette onu da mı köp buluşumuz mümkün. Çünkü Tibetler muş yüzün sanını itiraf kıldık 6 milyon 200 milyon sanını. Meri sürgün hükümeti, Meri Yaşlar Kongresi olsun, müstakil taraftarları bizim sanımız şu 6 milyon 200 milyon bilimiz Xitayning bu sanı mesela yok da paraydı. Çünkü bunlar ta ki 56 yıla kadar yüzün müstakil hakimiyet bilen ruhani hakimiyette yaşayan boğandakini yüzün nüfus ahvalı kartı en konkret statistik malumatları varken oldu. Bunlar şu asasen bunun kulağını çıkarıp bizim sanımız şu da paraydı. Eğer bu boyunca olsa biz Tibet'ten en az olganda iş kesse köp bo'lganda 5 yassa yuqori bo'lishimiz mumkin, ko'p bo'lishimiz mumkin. Bu yuqorilik son sifatdimi? Sonda. Faqat sonda. Endi muhojirlar sonida qarsak, Wikipedia ma'lumoti Tibetda 186 ming debdi, Tibetlar o'zi biz 160 mingdek bo'lishimiz mumkin chet ellarda deydi. Ammo Wikipedia ma'lumotining o'zida bizda 500 ming nüfus var chet ellarda. Qozog'istonda o'zida 300 mingga yaqin nüfus var. Qirg'iziston, O'zbekistonlarda, Turkiyada 50 mingdan ustida nüfus var. Avrupa'da 10 ming ustida nüfus var biz bilimiz. Demek cami 500 ming atrofida nüfus var deb mo'ljallanayotdi hozir. Hamda ba'zanlar 3 million, ba'zanlar 5 million deyapti. Ammo Wikipedia'dagi chet elliklar e'tirof qiladigan ishonchli ma'lumot deb qaragan ma'lumot shu. Bu bir park talab qiladi shu bo'lgandan men Amerikaliklar xulosa bergan bu materialni foydalanishga majbur bo'ldim. Buni munozara qilmasligini so'rayman qarindoshlar. Yaqin zamon madaniyat tarixida masalan biz 1910-yilda Angiz deb gezi chiqqan Yatsu atrofidagi, ya'ni Almut atrofidagi Uyg'urlarningki tirishchanligi bilan hozirgi zamon Uyg'ur adabiyoti barliq kelib, undan keyin 1933da Shved missionerlarning bosmaxonasi bilan biz yangi hayot gezi qatorliq gezilarni barliq kelishi bilan ilida Abduxoliq Uyg'urga o'xshash, Lutfullo Mutallibga o'xshash bir turkum zamonaviy adabiyotdan yelgisilik qiladigan Uyg'ur hozirgi zamon adabiyoti o'lsagan bir qism faoliyatlar bo'lgan endi. Ammo Tibetlarda mushunday faoliyatlar bo'lganmi deb ko'p izlandim, Tibetlardan so'radim. Tibetdan hozirgi zamon adabiyoti 1956-yilda Xitoy kelgandan keyin boshlanib ketganda. Uning oldida Tibetlarda bu hozirgi zamon adabiyotiga tava she'r, roman yoki muhabbat hikoyalar bundan emas bo'lmay asosan o'zining ruhoniyligi adabiyot markaz qilingan shu buddizm ideyasidagi asarlar shu koni til bilan yozilib ketgan. Bularda demak zamonaviylik yoki zamonaviy izlanish va yoki bularning 30-yillardagi adabiyot Uyg'urga o'xshab qalpoq kiyib galib taqaydigan undaq insonlar va yoki Musa Bayga o'xshash zamoniy san'atni akirgan unda insonlar bo'lmabdi Tibetlarda. Hatto 56-yilda Tibetlar ko'chib ketgan mezgildimi bularningki hukumati butunlay bir ruhoniy hukumatganda butunlay raiyatlarni tarkib topgan madaniyat saviyasi nihoyat tuvan chetdan o'qimaydigan bir turkum odamlar bilan bo'lgan ishkan endi. Ammo u chog'da shu desak biz degan 30-yil Cumhuriyet qurg'ashda to'p qo'shgan bir qism ishni biladigan, Yevropalarni ko'rgan, Yaponiyalarni aylanib kelgan Mamtun Hazratga o'xshash insonlarimiz, Aysa Olibtekinga o'xshash O'zbekistonda elchixonada ishlagan, Nanjingda Xitoylar bilan aralashib, Xitoy ziyolilari bilan kostyum galstuk kiyib suhbat qurishga o'tirgan odamlarimiz muhojirlarni besh urib chet elga chiqdilar. Ayni vaqtdagi ahvolimizda son mayli sifat jihatdan bo'lsin, bizning ahvolimiz jiq yaxshi. Ayni vaqt olalama qaraganda men sifat jihatdan aytganda bizim Mamtun Hazrat efendimler ve İsa efendimlerin kollektivida texnik sifat insonlar deb qarayman. Onun ustiga bular tushiblam Turkiyada turkchilik avjilayotgan Turkiyaga tushaldi. 40-50-yillarda Turkiyada nihoyat fransuzlik avjilayotgan Turkiyaliklarningki bizni o'zimizning millati deb qarab turib qo'llayotgan bir bosqichga to'g'ri keladi. Turkiyaning o'lik sharakatlarining taraqqiyot jarayonini qarab baqtab yaxshi bilamiz bu narsani. Alparslan Türkeşlerinin faaliyetimi şularning şu 50-60-yillar shu faoliyatida bir muayyan bir bosqich ko'tarilgan bularning bosqichi, bularning harakatlarining ta'siri hozir qadar o'ziniki kuchini ko'rsatib turyapti. Biz mushunaq bir holatda turug'liq Tibetlarning Hindistondagi ahvolini ham garchi ular Hindistonda o'zining qarindoshini tashakkallargan bilan Hindlar bilan Tibetlar faqat o'xshamaydi, til osmon zamin farq qilindi bularning. Tibet hindi tili o'rganmagan bizning ingliz tilimiz bitas.
Bu qandaqdır biz Türkiye'ye uçuşda 3 aydan keyin bildiriladigan undaq ish bo'lmaydi ular. Onun ustiga bu diniy jihatdami qarindosh deb kelib bo'lmaydi ekan. Shundaqdir bu Tibetlar hozirga qadar endi o'zida qarab baqdik, siyosiy kuchlarning soniga qarab baqili. Siyosiy kuchlarda Tibetlarda 2 cho'ng partiya, 2 kongress, 13 diniy tashkilot bor ekan. Onundan boshqa Tibet turgun hukumatninki bevosita munosabat o'rnatayotgan 7-8 yaqin tashkilot bor. Buni hozir keyingi bitimizda deymiz. Andın ammiy asosiy e'tirof qilingan vakillik apparati, masalan, xalqaro Tibet sargardon hukumati butkul dunyo tarafidan e'tirof qilingan bir Tibetning vakillik organi. Ammo bizda taxi undaq bir vakillik organi o'tirib chiqmadi. O'tirib chiqmaganligini biz keyingi qadamda partiyani o'tirib qo'yamiz. Andın harbiy kuchi Tibetlarning 10 ming kishilik zamoniy umumtizim armiyasi bor biz bilamiz. Tibetlar asosan Hindistonlik Tibetlardan tashkil topgan bir fidoilar armiyasi bor. Bular da 50-yillardan 70-yillargacha Tibet partizanlar atrofida Xitoy qarshi sinib kirish faoliyatlarida bo'lgan. Keyin bu sinib kirish harakatlarini to'xtatib qo'yib, Xitoyda bir cho'ng siyosiy o'zgarish bo'lgan Krimda bu hozir qadar tayyorlik qoldi. Endi oldingi qatim Tibetlarninki yoshlar kongressining vakillari bilan bir ko'rish bazroq qaramiz kelgan bo'ldim. Ular deydi, bizning 40 ming odamimiz qurol tuta oladi agar bir shu qolsa deydi. Birinchisinda Tibetlarning 4 cho'ng tashkilotning mustaqil ish bajarish o'rni bor. Bularning birisi Dalai Lamaning vakillik o'rni, Tibet surgun hukumatining vakillik o'rni, ya'ni Laqtan Sangayninki o'rni. Ular shu yerdagi Tibetlarniki asosan nüfus ishlarini, iqomat ishlarini, panoraxlar ishlarini, ya'ni elchixonaga o'xshash bir funksiyani ado qiladi ekan bular. Bu biz birgadagi Abduz bilan birga berib bir paranglashib keldik. Undan keyin bularniki bir xalqaro kompaniya degan bir kompaniyasi borki, uyimga yaqin bir yerda. Ular bilan bir ko'rishib keldik. Ular asosan chet elliklarni Tibetlar uchun safarbar qilgan bir kollektiv ekan. Ularga o'zining kirimidan yilda 1,5% kirim topshiradigan, oyda 10 yevrodan a'zolik badali o'taydigan chet elliklar 100 ming ekan. Bular shu turga mas'ul ekan. Bularni Gollandiyada boshida bo'lgan 100 yillikisi sho'ba tashkilotga. Bunaq nimishqa bu Gollandiya yo'q qoldi desam, bizning Gollandiyadagi a'zolarimiz 50 ming deydi. Gollandiyaliklardan Tibetlarning mustaqil bo'lishiga pul beradigan odam 50 ming ekanda. Bularning boshida Gollandiyada yo'q qoldi endi. Demak, Tibetlarning asos kuchi chet ellikdan keldi ekan undaqda. Chet ellik qo'llovchilardan. Asos yana biz keyingi qadamlarda texnik tafsilotini ko'ramiz, keyingi qadamga o'taylik. Tibetlar nima qilyapti deb Tibetlarni havola qilsak, Tibetda meni avaz qiladigan bir narsa bor. Birinchisi Tibet pasporti, ikkinchisi Tibet parlamenti va Tibetning har qaysi partiya guruhlari, uchinchisi Tibet tashkilotlari va ularning sistemasi, to'rtinchisi fursat tuta oladigan kuch. Ya'ni Tibet tashkilotlarining o'zini bir fursat tuta oladigan kuch deb qarayman men. Keyingi bet o'tsak. Oldin qatim men Tibetning pasporti haqida bir yozma e'lon qilgan ekan, ba'zanlar voy bu Tibet pasportining pasportiga bo'lmaydi, uni hech qanday davlat e'tirof qilmaydigan bo'lsa, uni sayohat pasporti bo'lmagan pasportni qanday pasportiga bo'ldi deb qoldi. Lekin Tibetlarning o'zi buni Tibet pasporti deb ataydi ekanda. Aldi bilan o'zi e'tirof qilish kerak-da buni. Bu o'zininki mashina o'zlari Tibetlarning bekitidan oldim, the passport of exile Tibetan deydi. Hozir Tibetlarning pasporti deb aytdi, aniqlik uchun. Yani bu ikki tal pasport, birisi ko'k pasportni Hindistonliklar bularga taqib berdikan, yeşil pasportni mashinaga tangdashib ishlatilganda, shu ko'k pasportni yo'g'onsak ko'ramiz hozir. Hindistonliklarning Tibetlar uchun bergan pasporti mavjud. Dharamsaladan. Yani şu o'ng tarafdagi yeşil pasportni olib olgandan keyin Tibetlar bu pasportni darhol pasportga almashtirib berdi ekan. Bu Tibetning o'zining pasporti. Hozir biz ko'zilmayotgan pasport. Pasport. Ondan bu Tibetlarning o'ng qo'lidagi refugee kartini hatto Yevropa ittifoqi e'tirof qildi. Bularga kelgandan keyin biz oladigan 1951 refugee travel document degan narsani, reis dokument deganda buni almashtirib berdi ekanda. Ketmaydi, bizga o'xshash panohliklar jarayon ketmaydi bularga. Tibet bo'lishi kifoya, chunki Tibetlar davlat beslangan bir millatda tutilgan bo'lg'ashqa, bularning qo'lidagi bu pasport, bularning Xitoylar bularga pasport bermaydi. Ularning davlati xalqaro tarafdan e'tirof qilinmadi. Shunga bular davlatsiz bir millat sifatida jiddiy musofir, xalqaro davlat yo'q bir musofir sifatida e'tirof qilinib, biz nihayat testda 6 oy, 1 yil, hatto 5 yil saqlab turib oladigan reis dokumentni bular shunday 15-20 kun ish kes 2-3 oyning ichida oladi ekanda. Buningga turib baqqanlar kompyuter shahid bo'la oladi. Men shaxsan bildim ikki Tibet bilan.
6 ayda aldım çünkü olar g'alaba türmeden chiqdim deydigan faktlarim bilan u türmeden chiqmay normal ketgan shu tabiat pasportini ko'rsatibla 1,5 ay turib chiqib ketdi. Endi bu yerda meni texim emas qiladigan bir ish 90%dan ortiq tabiatning qo'lida bu pasport bor ekanda. Bular o'zining Tibet ekanligini, Tibetning bir mustaqil davlat ekanligini, o'zining Xitoyning fuqarosi emas, Tibetning fuqarosi ekanligini mushti bir pasport orqali ifodalaydi. Bularning da'voning beshida turayotgan odamlarning ba'zilarining xotini Xitoy. Hatto ularning cho'ng partiyasi, o'tir yo'l tutuqliq ikkinchi cho'ng partiyasi Xitoy bilan santiq bo'sh deyishib qo'yding. Texim bakrak murosaq qilsa qilayotgan ikki cho'ng partiya, Tibetning ikki cho'ng partiyasi. Umumiy milliy kimlik krizisi va yoki milliy mavjudlikni saqlash va yoki Xitoy bo'lgan nafrat nuqtasidan Tibetda bizga yaqinmi kelmaydi. Lekin shundoq turg'uliq bular o'zining milliy kimligini va o'zining davlat tavalligini bu qadar aniq bir isbotlayapti-da. Endi texmi bir aniq narsa, men Wikipedia'dagi va Tibet surgun hukumatining bekitgan narsalardan oldim. Tibetlardan mushu pasport olganlar o'zining 1,5% yoki 0,15% yillik hisob kirimidan hukumatga boy topshirdi ekanda. 3 saqildi. Men Wikipedia'dan epli chopildim buni. Mazmun Wikipedia'ningki. Kelgusida bu deydi. Tibet fuqarosi bo'lishga bir asos ekanda. Masalan, chet elda tug'ildi ma'lum bir tibetliklar. Bugun Tibetga qaytib boraman desa, bu o'zining Tibetning fuqarosi ekanligini mana shu pasport orqali isbotlar ekan endi. Ondan texmi aniq bo'lgan bir masala bu yerda Tibet surgun hukumati bu orqali bularga o'qish mukofoti beradigan, bularni ishga o'rinlashtiradigan va bularning har qaysi partiyalarga saylovda ovoz berish salohiyatini bekitadigan ishlarni mushlarning qo'lidagi pasport orqali qildi ekan. Ya'ni Mishel bir kichikgina bir to'xtayli. Ya'ni Tibetning taqdiriga aloqador har qanday faoliyatlar bilan mashg'ul bo'lish salohiyati bor deb guvohlik berdi degan gap chiqilmayadi. Albatta. Bizda unda yo'q. Hozir kim yangi turib chiqsa, ish shuni oldi. Gapmishadi. Bu yerda bir nima yo'q ekan. Men bu masala haqida nihoyat jiddilashdim. Nima bular qanday biz qilolmaymiz deb o'rnib baqdim. Bularning davlatdan olgan nurg'un turlari bor. Har qaysi davlatlarning keyingi bet ketgandan tafsil to'xtalamiz. Bu yerda Tibet parlamenti joylashgan yerini ko'rdingmi 45 a'zo ekan. Tibet Demokratlar partiyasi degan partiyaningki, Xalq Demokratlar partiyasi degan partiya 16 kishi o'rn egallabdi parlamentda. Tibet Xalq partiyasi degan partiya 14 kishi o'rn egallabdi. Undan boshqa har qaysi mazhablar va har qaysi tashkilotlar 13 kishi o'rn egallabdi. Shuning bilan bu yerda 45 odam bir parlament tashkillab bir-birini tinglashib o'tirdi. Bu parlamentda musulmon bor, men bilsam bir musulmon. Tibet Yoshlar Kongresining Yoshlar qurultayining bir adimi bor. Ya undan boshqa Tibet ayollarining, Tibet rohibalarining, Tibet san'atkorlarining vakillari bor bu yerda. Endi bu yerdagi Tibet bu surgundagi parlamentining qarorsiz almishishi, qarorlik saylimi, boytap so'g'ishlarning ovozidan boshqa eng oz taraf qarsak 2011 yil o'tkazilgan saylamda debdi, yana bir saylam keyingi yil bo'ldi-ku. 2016 yillik saylamning tafsiliy ma'lumotini bek uzunkan uni qisam betning sig'imiga yetmaydi, men qisqa qilishni elib berdim. 2011 yillik saylamda jami 83,900 Tibet saylam ovoz berishga qatnashibdi. Shuning bilan bu 83,900 Tibetning ovoz berishga qatnashgan narsasi mening bularning aktivligidan, bularning safarbarlik qilish ahvolidan, bularning qatnashish qaplanishidan hayron qolgan bo'lsa, Loptan Sangayning erishgan ovozi 55%-chu. Bizda bakchiq saylamlarda 98% va 100% ovoz bilan saylangan bir ishlar bor emasmi? Demokratiyadik saylamning mush 55%, 51% degan narsa bilan bakchiq munosabat bo'ladi. Bu yerda meni hayron qoldirgan narsa, masalan, Tibet Xalq partiyasi va Yoshlar kongresi bular uzil kesil mustaqillik tarafdorlari 30 ming agash kuchsi bor bularning. Har oyda 20 yevro azaq badal to'laydi ekan bular. Bu qanday qilsa Yevropadagilar qila, Amerikadagilar qila, Hindistondagilar qanday qiladi 20 yevro degan bakchiq pul tutsa desam, u vatan uchun, ilmi davlatga odam uchun 20 yevro degan pul qanchalik pul degan javob berishdim. 30 ming odamdan 20 ming pul yig'ilgan, 20 dan pul yig'ilgandan keyin bularning ishi katta degan gapda. Bularning Belgiyada ish bajarish o'rni bor. Agar Yevropada ko'rishni xohlaydiganlar biz birga bir ziyorat qilib bularning ba'zi bir fikrlaridan o'rtoqlashsak bo'ladi. Meni hayron qoldirgan narsa bularning ashuna qarab turug'liq, bular shu parlament o'rni egallab turug'liqchi. Shu saylovga qatnashchilik bular. Ya'ni qattiq vositalarni oshkor jabkalab turib. 30 ming odam
mustaqillik uchun canimiz pidoda bir safga kelgan turug'liq bular ayrim guruh qurib olmoqlik va Tibetlarning navbatdagi holatidan bizning oladigan ilhomimiz siyosiy ko'z qarashlarimizdagi va tashabbuslarimizdagi farq bizning bir-birimizni chetga qilishimizga sabab bo'lib qolmasligi kerak. Keyingi qadamga o'taylik. Tibetning tashkilotlariga qarab baqsaq, Tibet yoshlar qurultayini hozir deb o'tdim. Bu Tibetning mustaqillik uchun kurash qilgan 30 ming a'zosi bor bir ish. Ammo ko'k pasport turmi nihoyat bir muhim tur. Har qaysi davlatlarda o'zining ish bajarish o'rni bor. Hozir deb o'tdim, takrorlamayman. Tibet madaniyat markazi maxsus Tibetlardagi har qaysi madaniyat asar etiqalarni saqlash uchun mulozimat qiladi. Mush to'g'riliq o'zining turgan tur to'xtamlari va BDTning va har qaysi davlatlarning mushlarga munosabatli odamlar bilan aloqa qiladi bular. Bularning men ko'rgan nasl 700 ga yaqin a'zosi bor ekan, bular mush bilan aloqa qiladi ekan. Tibet adolat markazida Tibetda qamoq jazosi hukm qilingan kishilarning ahvolini ularning adliya sistemasi bilan sotlanishini talab qiladigan bir tashkilot ekan. Buning 300 ga yaqin odami bor ekan. Onun boshqa Tibet kishilik huquq demokratiya komiteti bor. Bu ba'zi ahvoli bizning hozirgi Uyg'ur kishilik huquq turiga o'xshab ketadi. Ondan Tibet o'smirlar taraqqiyot markazida bir tur bor. Buning hozir qadar 12 ming o'smirni musharqa davlatlarning yordam puli orqali beqib yetibdi. Tibet ayollar jamiyati bor, Tibet yozuvchilar birligi bor, Tibet rahibalar uyushmasi bor, Tibet turmadaşlar harekati bor, Tibetda turmada yotgan odamlarning guruhi bor. Bu dunyodagi turmada chiqqanlarningki tashkilotlar aloqa qiladi ekanda. Ondan Tibet hayvonotlarni qo'g'dash fidoyilarida bir tashkilot bor ekan. Buning bir 7-8 yaqin fidoyilari bor ekan. Har qaysi dunyodagi hayvonotlarga ko'ngil biladigan odamlarni safarbar qilib bulardan tura oladigan. Endi bu yerda men misol qilib keyingi betga o'tsangiz Tibetlarning mau betni yo'g'antib ko'rish to'g'ri keldi. Tibetlarningki mau o'smirlar kenti degan bir turini ko'rsatay. Bu bir mustaqil tur Tibetlarning menvatgan. Pulning ismini ko'rsataylik mayaqdiki. Bular to'rbak chiqarib qo'yibdi. Falon yak biz maktab sanmoqchi yoki bir kamp hosil qilmoqchi, buning 600 ming dollar ketadi. Falon yak maktabga uy sanmoqchi va yoki maktab o'quvchi buyumlar olmoqchi, buning 56 ming dollar ketadi. Falon yerda biz o'quvchilarni demokratiya bo'yicha tarbiyalamoqchi yoki mashina qilmoqchi, buning 200 ming dollar ketadi. Falon yerga biz bir maktab barpo qilmoqchi yoki bo'yicha qilmoqchi, buning 1 million yoki 1,5 million pul ketadi. Bular bu turini chiqarib qo'yib, ust tarafiga qizil tasqar ust tarafiga chiqarang ekranni. Donate deganga qarang. Bu narsani chiqardi ekan, xalqning oldida tashviqot bor ekan, har qanday o'smirlar faoliyatida bular o'zining tashviqotini taqdirda yo'qlab olsangiz ishxonamiz ma'mu, pul bersangiz akkauntimiz ma'mu, ziyorat qilsangiz bekitimiz ma'mu, berib ko'rmaysangiz maktabimizning o'rni ma'mu. Ondan yana bir masala bizdagi aktivlik. Bayatın Tibetning ahvolini deb o'tdim. 30 ming odam Hindistondagi bir oyda 200 dollar ishlayamamdi. Ashunday holatda o'zining mustaqilligi uchun bir 20 yevrodan pul ataydigan bir holatida endi bularning bu holatiga yo bularning qandaq bir aktivligi bular ya jannatga kirman deb o'ylamdi mushtaq pul bersa ularni jannatga qo'ygan muhabbat biznikidan sapmi qandaq bir muhabbat ularni bu 20 yevroni chiqarishga bir hisobga akilardi va yoki bizni qandaq bir narsa bundaq bir fidokorlik bundaq bir saptizlikni to'sib qoldi bu bir savol endi. Ularning tashkiliy sistemasi va ish bajarish tartibi bayatini o'smirlar turinikini o'tirib qo'ydi. Hatta bular hayvonotning turdimi? Tibet bölgesinde bir bölgen bakış, bölgende qo'llaydigan turga bular BDT'nin turi iltimos qilayotganda bu tartib eng muhimi bularning ma tartibning izchilligichi. Bizda 3 kun bir odamni qo'lda 4-chi kun herib qoladigan bir kayfiyat bor. Shunga bizda umumxalq safarbarligi, aktivlik, tashkiliy sistema, tartib va izchillik haqida. Aziz qarindoshlar, bugungi programmani musha qadar qildik. Alloh nasib qilsa, bu mazmunning davomini, uning aloqador savollaringlarni kelar qatimliq suhbatimizda sizlarga taqdim qilishda fursat bo'lib qolib qolsa inshaalloh taqdim qilishni istaymiz. Amon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.